Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizle başlayımız. Leksiye de size hazırız. Washington'dan sözdeyimiz. Bugün çislak 2020 yıl. 6. ayının 14. günü haftaki yekşembe. Vaziyet doğrusu da bir kelime söz desek tünügülletin. Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Trump sayılan musabakası tüpeyli Oklahoma'nın Tulsa şehriye yetip gelişten burun kızgınlık olan bu notuk sözleşki yaki sayılan faaliyeti katılış için Tulsa bir şehir halkı 300 bin kişi meydan güreş yaki zalgı güreş biletini setip aldı. Biz Allah'ın Prezident Trump'a nusret ata kılışını, güç ata kılışını yanımış yılın ahırda 11. ayının 8. günü Amerika'da ötküzülüdüğün çoğun sayılamda yana bir katem prezident Bob sayılışını ümit kılımız, Allah'tan talep kılımız, körüvatsız vaziyetini vatandaş dostum. İkincisi, hazırki vaziyetin aytqanda Amerika Koşmuş Ştatlarının Devlet İşler Katibi bilen Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin Devlet Mahkemesi'nin azası sabık Taşkı İşler Ministeri Yang Jiechi Amerika'nın Asya taraftaki Hawaii şehrinde görüşüdü. Biz bu doğruda söhbetten keyin neme mesele o'tira qo'yildi şu doğruda sizlarga leksiya sözdeyimiz deb kütüp turduk. Bu görüşüş belki hal qilg'uch görüşüş bolup qolishi mumkin. Jungo hukumati bilan Xitoy hukumati o'rtasida, Jungo hukumati bilan Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati o'rtasidagi hal qilg'uch görüşüş, hal qilg'uch suhbat bolup qolishi mumkin. Vatandaşlar, endilikçe haberimizge, yakın leksiyemizge kelsek, leksiyanın mavzusu bunda vatandaş. Leksiyanın mavzusu bunda vatandaş. Çünkü şamal varken, müşterisi İslam'da taşkardı, şamal varken, mavzu bunda. Amerika'nın yaxşı deyişmi akmaydı. Amerika'nı yaman deb xabar qilishmoq qiyinga to'xtaydi. Amerika Jungo matbuotlari elishishi ostida Jungo muxbirlarining Amerikadagi taqdiri. Mavzuli xabar 6. ayning 13. günü Amerika ovozidan Xitoy programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington, men bunday hisoblayman. Kelgisi bir neçe yıl içinde eğer bu siyaset özgertilmese, köpligen Jungo matbuot organlarının Amerika'da mevcut buluşu asta ahırlaşıdır. Jungo matbuotı Amerika'da daimi turuşluk bir nefer muhbir, Amerika Qo'shma Shtatlarının yakında Jungo'nun Amerika turuşluk matbuotları cheklash tedbiri qo'llanganda Amerika ovoziga yo'q arqadak fikr bayon qildi. Sezgir masalaga berib ketilganlikdan bu muxbir o'zining ismini oshkorlashni xohlamadi. Tinch okeanning o tarafida Jungo hukumati 3 cho'ng Amerika matbuotining Jungoda turishliq muxbirlarini qo'g'lab chiqadi. New York Vaqt gazeti Jungoda turishliq muxbiri Chris Buckley viza qo'yib berishga erisholmaganlikdan bu yil 5. ayning 8. günü Jungodan ayrıldı. O Jungoda muxbirlik qilgan 24 yillik hayotini oxirlashtirdi. Matbuot sohasini davr qilgan yaqinlik yana bir qatimliq elishish. Amerika Jungo munosabati chekingan bir paytda Beijing bilan Washington o'tirisida ba'zi matbuot va muxbirlar tutgan muomalada o'zaro yana bir qatam elishdi.
2 ayının 18. günü Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi Jungoning Amerika turishliq 5 yurishlik matbuot organlarini chet el emeklari yoki go'mash tillari deb tizimga oldi. Jungoning Shinxua agentligi, Jungo yer shari torbiti, Jungo xalqaro radio stansiyasi, ingliz tilida nashr qilinadigan Jungo gazeti va Ribo gazeti qatorliq Jungo matbuotlari Amerikada Jungoning go'mash tillari deb tizimga olindi. Bir kun o'tgandan keyin Beijing Volkutsi gazeti e'lon qilgan Jungo Osiyoning haqiqiy kasal ko'rpisi mavzuliq maqolani va bu maqolani bir millat va bir davlatga g'arazli hujum qilish deb bahona qilib, bu gazetning Beijing turishliq 3 nafar muxbirini qo'g'lab chiqadi. Shundan keyin davlat ishlar kotib Mike Pompeo 3-ayning 2 kuni Jungo hukumatining boshqarishidagi 5 yurish matbuot organlarini Jungo taraf xodimlarining soniga chek qo'yib, burunqi 160 nafar kishidan 100 nafar kishiga tushirganligini e'lon qildi. Hamda bu matbuot organlariga 3-ayning 13 kunidan burun yangi odam soniga cheklash belgilamasi e'lon qildi. Cheklash belgilamasi e'lon qildi. 3-ayning 18 kuni Beijing qayta zarba berish tadbiri e'lon qildi. Jungo Tashqi ishlar ministrligi, Amerika ovozi, New York Vaqt gazeti, Volkutsi gazeti, Washington pochtasi va Davr jurnali qatorliq 5 yurish Amerika matbuotlarining Beijingda turishliq organlarining barliq ishchi xizmatchilarining sonini va mol-mulk besotini doklad qilishni talab qildi. Jungo doiralari yana New York Vaqt gazeti, Volkutsi gazeti, Washington pochtasi 3 yurish matbuotning yil oxiridan burun muxbirlik kenashkisining vaqti toshgan Amerika muxbirlarining muxbirlik kenashkisini topshirib berishini, balki bundan keyin Jungo chegarasi ichida Shanghai, Hong Kong, Makao qatorliq joylarda davomli muxbirlik qilmasligi talab qilindi. Bu amaliyotda Amerikaning 3 gazetining muxbirlarini Jungodan qo'g'lab chiqarib etishga barobar edi. O'zliksiz keskinlashayotgan matbuot urushi ikki davlat munosabati jiddiy yomonlashayotgan bir paytda yuz berdi. Amerika amaldorlari mundaq hisobladi. Amerika Jungo o'rtasida kun sayin keskinlashayotgan strategiyalik elishish. Jungoning rahbari Xi Jinping matbuotlarning familiyasi partiya bo'lishi kerak deb talab qilingan Jungo matbuotlari hozirgi kunda Amerika uchun bir tahdid edi. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.